Hozirgi kunda O'zbekistonda leboy biznes zo'r ketyapti. Ularning ichida 1,5 asrdan beri sinmayotgan biznes bor. Bu yoqilg'i sotish biznesi. 15 ming, 20 ming dollarga bir seryozni biznes boshlash juda ham muammo o'z aslida. Lekin hech qanday muammosi yo'q. Bosh og'riqlarsiz bitta telefon bilan hal bo'ladigan benzin zapravkasi, yengil tipdagi ko'chma zapravkalarimiz. Farg'onaga kelganmiz. 30 ming dollarlik 30 kubalik zapravkalarimizda Eldorado Uzdan deb 4,5 ming dollar bonus qo'lga kirsalang bo'ladi. 15 ming dollarga ham 14 kubaligi bor. Xuddi o'shandan qo'yib, 1 oy, 1,5 oyda o'sha foydaga kirib ketishyapti. Ya'ni bir kunda 6 ming litr sotadigan odamdan so'radim, 6 ming, 7 ming litr sotyapmiz dedi ishchisi. Bu degani 4-5 million so'm har kunlik foyda bor degan akalar. Bu hazil emas, boshqa narsa emas. Rostdan shunaqa ish bo'lyapti. Men shaxsan o'zim ham qiziqib turibman, joy bilan ozgina muammolarimiz bo'lib turibdi. O'zim